Assalomu alaykum. Biz Otozub kanalimizni kuzatuvchilar, podpischilari. Akalar, bugungi sanamizda xolisa 28-sentyabr. Men Toshkent shahar, Toshkent viloyati Kelesdaman. Shu orqani Qozog'iston. Orqada ko'rib turgan uylarning hammasi Qozog'iston. Keles chegarasiga kelganman. Ot ustidagi akamiz O'tkir aka bizni ot kanalimizda birinchi marta chiqyaptilar. Yaxshi otlari bor ekan. Bugun O'tkir akamdan 4 ta ot sotuvga qo'yiladi. Biz bitta qo'yib boraveramiz. To'liq ma'lumotni o'zlari beradi. O'tkir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz aka? Charchamasizlar. Sog'liklar yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr sekin. Xudo xolasa, otlarni sotuvga qo'yadigan bo'ldik. Ha, pulimiz boshqa ishga ishlatagan bo'lamiz, ozgina zarurati uchun sotyapmiz. Bir ishqibozchilikka oldik o'zim. Ha. Ishqibozchilikka oldim. Otlar yaxshi, 4 ta otimiz bor. Xudo xolasa 4 talasini ham chiqaramiz. Boquvdan kelishgan ekan. Ha, boquvdan chiqarib qo'ydim, chillayimlarini berib chiqarib qo'ydim. Ha. Xudo xolasa endi ozgina bir 10 kun, 15 kun minildi. Ha. Hali unaqacha yetarli sovutilgani yo'q-da otlar. Ha, hali sovimagan. Ha, yo'q, hali sovimagan otlar. Sizlarga bitta yurgazib, choptirib beray desam, anaqa uloqlari hammasi garanta. Bor-a, uloqlari? Uloqlari bor, xudo xolasa. Bular ko'pdan beri qo'lingizda ekanda? Bir yildan. Oxirgi uloqda Ohangaron saypini uloqida chopildi. Ha. Oxirgi anaqasida o'sha yerda chopildi. Solimlari bor, solgan solimlari bor. Qo'qonda solgan solimlari bor. Ha. Qo'qonda. Bu yerda oxirida Izbasar polvonni shogird orqaga ishlatdi. Mashinada orqaga ishlatgan mana shu otni, mana shu tegimlayapti. Mashinaga solinganda. Ha, o'shanga ishlatgan. Buni bo'yi necha chiqib qoladi aka? 170. 170 ha? Ha. 170. Shuni 170 otni orqaga ishlatishganmi? Ha, u ham 180 lik ot ekan, uni O'zbasor orqasidagi bola ham o'zi baqot bola edi, o'shanda orqasiga minuvdi mana shu otni, mana shu otni mingan. Ha. Buni laqabi nima aka? Karol 700 bo'lib yurgan Qo'qonda. Karol 700. Ha. Qo'qonda Karol 700 bo'lib chopgan. Vodiyda shunaqa bo'lib chopib keldi. Tushunarli. Xo'p aka, otni bir bostirib qo'ysa bo'ladimi? Bosgan bosiqlarini ko'raychi bostirdi. Nima desam bo'ladi? O'zi yemda endi 10 kun bo'ldi chiqarganimga unaqa tez yurgazmayman, sekin o'zini xuddi yurgazib. Bir yurishlarini ko'raylikchi. Zardalari, to'klari yaxshimi? Ke. Hayır, chopma sen. Senga chopish mumkin emas hali. Qaytaravering. O'tkirga yuvoshlari qanaqa? Yuvoshligi vashim aqlli, anaqa yaxshi ot. Taqa-paqalarga hammasiga yovosh jonivor. Yosh bolalar ham yozim bilan mindi, o'sha ko'kda boqildi. Men o'zim bahorda olgan bo'lsam, ro'za paytida oldim. Ha. Bu otlarni ro'za paytida oldim. O'sha paytdan beri boqdim. Chillayimdan hammasi chiqdi, buni o'zi ham ko'rinib etib turibdi o'zi. Ha. Hammasini boqdim. Bittasini yaqinda olib keldim, ishqibozchilikka olib keldim. 6 yashar. Hozir uni ham ko'rsatamiz. O'ziga alohida ta'rif beramiz. Ko'rsatamiz. Buni bir jilovni qoqincha og'zini. Chuy. Bo'ladi buni. To'ki joyida ekan. Otni jilovi soz bo'lishi kerak-da. Jilovi yaxshi ekan. Akam otni YouTube'ga chiqarmaganlar, otni ko'rsatishni bilmayaptilar, lekin g'ayrati yaxshi ekan. O'tkir aka, g'ayrati yaxshi ekan-a? G'ayrati yaxshi ekan. Prosta bu hozir anchadan beri nima desam bo'ladi? Shu hozir chilladan beri yotibdi-da uyda bu. Chilla o'sha yemdan boshlangan bo'lsa, bir 10 kun bo'ldi-da minilganiga. Jonivor yovvosh, xumli-shumligi yo'q. Xumli-shumligi yo'q jonivor. Oyoq qo'li sog'lom. Hamma joyi sog'lom, yeb ichi, oyoq qo'li but-butun. Narx-navosini nima deymiz aka? Narx-navosini. Siz obunachalaringiz kelaversin, narx-navoni kelishtirib, tepasida gaplashib qo'yaveramiz. Tepasida? Ha, tepasida qo'yaveramiz narx-navosini. Narxni hozir aytilmaydi. Aytilmaydi, shu kelaversin, narxlashda anaqa qilamiz. Telefon nomerimizni qo'yamiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Oxiri 1720. Ha, 1721. 1721 telefon nomer ekranda bo'ladi. Xudo xolasa. Raqabini Karol 700. Karol 700 deb so'raysizlar. Xudo xolasa birinchisiga otlar bir-biriga o'xshash ekan. Birinchisiga Karol 700. Hammasini laqabi bilan aytib ketamiz. Xudo xolasa O'tkir akamdan birinchisiga Karol 700 bo'ldi. Oyoq qo'li sog'lom, otni bichimlari kelishgan ekan, yuvoshligi yaxshi, jilovlarni ko'rdinglar. Endi tepasida kelib bir polvon akalar bilan o'zinglar yana bir hisobingdan chiqarasizlar. Bizni kuzatib boringlar, biz etap-etap otlarni qo'yib ketaveramiz. O'tkir aka, keyingisiga ketdimi? Ketdik. Keyingisiga. Bir. Ajoyib.
Bunisi ham to'riq ekan. Sari to'ri deb qo'yadi, sari to'ri. Ke. O'tkir aka, xudo xolasa ikkinchisiga Ikkinchisi xudo xolasa. navbat berdik-a. Bering. O jonivor. Buni Bir. ko'proq minganlar shekilli. Astag'firullah. Bir. G'ayratlari yaxshi. Bir. Bir. Laqablarini so'raymiz buni hozir. O'tkir aka, bunisi qanaqa? Bunisi ham yaxshi ot. Bu ham 9 yosh yoshida. Bu ham 9 yashar. Ha. Ha. Tak. Mana bu ham chillayimdan chiqdi. Ha. Buni ham minishga chiqim. Hafsala qilmayapti. Hozir o'zim to'g'risini aytsam, boshqa ishlarim ham ko'p-da. Ha. Boshqa bizneslar ham bor, o'sha bilan bandmiz. Otlar minishga qo'l tegmayapti. Qo'l tegmayapti. Yaxshi otlar ol bo'lmasin deb elga ko'rsatdik. Ha, elga ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa bir olib odamlar baraka topsin. Ha. Bu ham chopib yurgan ot. Bu ham chopib yurgan ot. Buni laqabi nima? Bu 707 deb nom qo'yilgan ekan o'zi. Ha, buni 707 deb chopilgan. deb nom qo'yilgan ekan. Ko'kraklari keng ekan. Oyoq qo'li sog'lom. Oyoq qo'li but-butun. Bir. Bu ham chillarning yemini yedi. Yedi, ha. 5-10 kun sovutildi. Bu ham shu 10 kun bo'ldi, baravar chiqdi-da hammasi. Hammasi baravar chiqdi yemdan. Jonivor. Otlarni yaxshi boqqan ekansiz aka. Orqalarini qarang, mana hozir ko'rsataman. Orqalari ham sertsa bo'lib ketibdi. Ha, shunaqa. Qorillab turibdi ot. Ot unaqa sovimaganligi bilinib turibdi. Otlar hali Bunisiga? sovmadi jonivorlar. 707. Chatqoyoqlarni ham keng ushlab turar ekan. Ha. Xudo xolasa buni kimlar chopgan? Bu ham chopilgan otmi? Bu u yoqda ham o'sha vodiyni bolalari chopib yurgan ekan. O'zi aslida Qirg'izistonda chopib yurgan ekan. Bu ikkalasi ham, hammasi ham Qirg'izistondan o'tgan. Ha, hammasi Qirg'izistonda. Bitta odam olib o'tgan hammasini. Bitta odam o'sha vodiyli odamlar olib o'tgan. O'shalardan oluvdim men. Ha. To'g'risini aytsam, ishqibozchilik oluvdim, endi boshqa narsaga pul zarlot bo'pti. Yaxshilikqa u ham xudo xolasa bahosi kelsa sotiladi. bahosi kelsa sotiladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Arzoncha kelishtirib, chiroyli narx qilib beraman. Balansini yetib ushlab turmayman. Otlarni astoydil sotish niyat bilan olib kelganmiz. Ha. Bo'ldi, 707. Buni bo'yi qancha chiqib qoladi? Buni bo'yi 1.68. 1.68 Ha. Buni turki joyida ekan. Bir qoqincha jilov. Joningdan ketar ekan. Bo'ladi. Bo'ladi. Og'zi qattiq emas-a? Yo'q, dar. Bolalarga yuvoshligi yaxshimi? Va bolalarga hali 12 yashar o'g'lim, 12 yashar, 13 yashar bolalar minib yuradi buni. Ha. Yemdan chiqdi, o'zim bir kun minib berdim, lekin Ag'iga o'zlari udalashyapti. bolalarni o'zi minib yuribdi. Ha. O'sha hozir endi 1 soat mindi-da endi. Ha. Tushunarli. Otlarni 1 soat mindi. Xo'p, xudo xolasa, bunisi 707. Buni narxini aytamizmi? Yo'q, hammasini o'sha kelishsa tepasida gaplashaveramiz. Ha, tepasida. Narxini, ma'mulasini mamlaqa narx deb aytaman, lekin unaqa qimmat ot emas bular hammasi. Ha. Kelishtirib chiroyli narx qilib beraman. Otni o'ziga qarab, tepasida O'ziga gaplashadi. qarab tepasiga kelib minib ko'rib olaversin. Ha. Bitta narsa eganda, polvonda bu ot bar boshqacha yurar ekan, mingan odam yovvoshligigami, mehribonligigami qanaqadir sizda boshqacha. Ha, menda boshqacha yurar ekan. Men nima aytsiz, uloqda bularni ko'rdim-da. Ha. Yurishini, qanaqaligini bilaman, xudo xolasa. Bo'ldi. Ikkinchisiga 707 bo'ldi. O'sha 1721 telefon nomeri ekranda turibdi. O'tkir akamizga aloqaga chiqasizlar. Narx-navolari yana biz bermagan to'liq ma'lumotni o'zlari beradilar. Manzili yana bir eslataman, Toshkent viloyati Keles tumanida. Otning egasining ismlari O'tkir aka. Bizni kuzatib boringlar, xudo xolasa yana zo'rlari bor. Navbat beramiz. Diqqat uzmay turasizlar.